Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar, barchaga xayrli kun. Mening ismim Sardor. Kimyo fandan milliy sertifikat savollarini tahlilini davom ettiramiz. Bugungi tahlilimizda 22-fevral 1-smenada tushgan masalalarni yechimi bo'ladi. Nozik detallar ko'p masalada, shunga e'tiborli, hushyor bo'lishingizni so'rab qolaman. Savol sharti quyidagicha: berilgan ma'lumotlardan foydalanib, noma'lum moddani toping va kerakli miqdoriy hisoblashlarni bajaring. Masala shartida ko'rib turganimizdek, ikkita reaksiya berish bilan boshlanmoqda. Ikkala reaksiya bir-biriga o'xshab ketadi. Kaliy permanganat bilan kaliy gidroksid o'zaro reaksiyaga kirishmoqda X modda bilan. Natijada kaliy manganat, kaliy kislorod CN va suv bizda hosil bo'lmoqda. Keyingi reaksiyada ham xuddi shu holat, faqat ta'sirlashayotgan modda Y. Bu yerda chiqqan yana bir qo'shimcha modda bor, u Z. Yuqorida berilgan X va Y moddalarini kaliyning kislorodsiz o'rta tuzlari ekanligini hisobga oling deyapti. Qarang, yana bir marta. Yuqorida berilgan X va Y moddalarini kaliyning kislorodsiz o'rta tuzlari ekanligini hisobga oling. Tarkibida margans elementi mavjud emas deyapti. Z modda esa kaliyning kislorodli o'rta tuzi. Yana bir ma'lumot bor. Mana shu yerda noma'lum Z moddaning molyar massasidan noma'lum X moddaning molyar massasini ayiradigan bo'lsak, bizda 109 bo'lar ekan. K1 birinchi reaksiya koeffitsiyenti, K2 ikkinchi reaksiya koeffitsiyenti degan va keyin yana qo'shimcha ma'lumotlar ketgan. Ya'ni ikkinchi reaksiyadagi kaliy gidroksidning koeffitsiyentidan, mana K2 kaliy OH deganidan biz shunaqa tushunishimiz kerakki, ikkinchi reaksiyadagi kaliy gidroksid oldidagi koeffitsiyent bu. Tushundingizmi? Chunki nega K2 K1 qilib beryapti? Chunki kaliy OH moddasi ikkala reaksiyada ham qatnashayotganligi uchun. Shuni aniqlashtirib olishga bizga K1, K2 degan belgilarni bermoqda. Kaliy K2 kaliy gidroksid minus K1 kaliy OH teng bo'lar ekan ikkinchi reaksiyadagi kaliy permanganatning koeffitsiyentiga. Qarang. Ikkinchi reaksiyadagi kaliy OH dan birinchi reaksiyadagi kaliy gidroksidni koeffitsiyentini ayirsak, ikkinchi reaksiyadagi kaliy permanganat koeffitsiyentiga kelib chiqadi. Xullas, bu ma'lumotlarni hozir birin-ketin tahlil qilamiz. Mana shunday mazmunda turli xil moddalarning oldidagi koeffitsiyentlarning o'zaro bog'liqligini bizga bermoqda. Endi savol qanaqa bizda? Birinchi savol: yuqoridagi berilgan reaksiyadagi noma'lum X, Y va Z moddalarini aniqlashimiz kerak va barcha koeffitsiyentlarni topishimiz kerak. Ikkinchi savol: ikkala reaksiyada ham 0,5 moldan kaliy kislorod CN tarkibli tuz hosil bo'lgan bo'lsa, kaliy permanganat va kaliy gidroksid massalarini aniqlashimiz kerak. Uchinchi savol: temir uch sulfat bilan Y modda stoichiometrik nisbatda reaksiyaga kirishib, 1 ga 1,5 nisbatda tuzlar hosil qiladigan bo'lsa, hosil bo'lgan tuzlarning umumiy massasi 147,3 gram va eritma to'q qizil rangga bo'yaladi. Reaksiyaga kirishgan Y va hosil bo'lgan tuzlarning molini aniqlashimiz kerak va yakuniy so'nggi savol: ma'lum miqdordagi shu tuz issiq suv bilan qizdirildi va bunda 30 gram kaliy gidrokarbonat va o'tkir hidli gaz ajralib chiqdi. Hosil bo'lgan o'tkir hidli gazning massasini gramda hisoblab bering deyapti. Birinchi ishimiz masalaning boshlanishida berilgan ikkita reaksiyani yozib olishdan bo'ladi. Va suv hosil bo'lmoqda. Ikkita reaksiyani yozib oldik. Endi berilgan qo'shimcha ma'lumotlarni yana bir karra eslab olaylik, ma'lumotlarni aniqlashtirish maqsadida. X va Y moddalari kaliyning kislorodsiz o'rta tuzlari deyapti. E'tibor bering, mana bu ta'sirlashayotgan ikkita reaksiyadagi X va Y ni tarkibi kaliyning kislorodsiz o'rta tuzlari deyapti. Demak, bu moddalar tarkibida kislorod mavjud emas. Lekin tarkibida har ikkalasida ham kaliy bor. Kaliy metalli bor. Yana biz ma'lumot beryapti, margans elementi yo'q. Ikkalasida ham margans elementi yo'q. Shunga bundoq qilib yozib olaylik. X, Y larni bu bizda kaliyning
qandaydir kislorodsiz tuzlari va bu ikki modda tarkibida margans elementi mavjud emas. Endi Z modda esa shu X, Y dan farqli o'laroq kaliyning kislorodli o'rta tuzi demoqda. Z ga keladigan bo'lsak, kaliyni tarkibida kislorod saqlagan o'rta tuzi ekan. Z bilan Z ni molyar massasini X ni molyar massasini ayiradigan bo'lsak, javob bizda 109 bo'ladi. Endi bu yog'i keyin o'sha koeffitsiyentlarga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar ketyapti. Mana endi boshladik birin-ketin tahlil qilishni. Mana bu ma'lumotlarni eslab turing, chunki bizga bular hozir kerak bo'ladi. Aytyapti, ikkinchi reaksiyadagi kaliy OH ni koeffitsiyentidan kaliy 2 kaliy gidroksid K2 deganim uzr. Birinchi reaksiyadagi kaliy gidroksidni koeffitsiyentini ayirib tashlasak, nima bo'lar ekan? Ikkinchi reaksiyadagi kaliy permanganatni oldidagi koeffitsiyentga teng bo'lar ekan. Shunga bunday qilib yozaylik. Bo'la qolsin kaliy gidroksid oldidagi koeffitsiyent A. Men o'zim ham aynan shu smenada milliy sertifikat imtihoniga kirdim, xuddi shunaqa yechdim masalani. Shunga qanday yechgan bo'lsam, shunday qilib sizlarga tushuntirib beryapman. Men o'zim shunday qilib yozdim. Endi balki boshqa repetitorlar o'zgacha bir uslublarni taklif qilar, lekin men shunday ishladim. Demak, kaliy OH oldidagi koeffitsiyentga A deb yozdim. Bu bir nechidir son endi. Kaliy OH tepadagi birinchidagi reaksiyadagi kaliy gidroksid oldidagi koeffitsiyent esa B bo'la qolsin. Endi mana qarang, shu A dan B ni ayirib tashlasak, kaliy permanganat oldidagi koeffitsiyent kelib chiqar ekan. Ya'ni K2 deb turaylik, kaliy permanganat. Demak, shuni oldiga A-B deb qo'yish mumkin. A-B. Birinchi ma'lumotni tahlil qilib oldik, endi keyingisiga o'tamiz. Ikkinchi reaksiyadagi kaliy permanganat, ya'ni mana bu A-B, shundan birinchi reaksiyadagi kaliy permanganatni koeffitsiyentini ayirib tashlasak, K1 ni, o'sha ayirma teng bo'lar ekan ikkala reaksiyada hosil bo'lgan suvlarning koeffitsiyentlari yig'indisiga. Endi bilmadim, balki mana bu joyda kaliy permanganatni miqdorini, koeffitsiyentini Z qilib belgilarmiz. Lekin hozir shoshmay turaylik, keyingi ma'lumotni o'qiylik. Mana 3-chi berilgan ma'lumot bu muhim hisoblanadi. Birinchi reaksiyadagi X moddani oldidagi, Y moddani oldidagi, Z moddani oldidagi, ya'ni Y bilan Zlar ikkinchi reaksiyada berilgan. Bundan tashqari mana bu kaliyni kislorodli, uglerod, azotli tarkibli tuzlari oldidagi koeffitsiyentlar, yana birinchi reaksiyada hosil bo'lgan suv oldidagi koeffitsiyent shu umumiy hammasini oldida 1 bo'ladi deyapti. Ko'rdingizmi? Tushunyapsizmi nima bo'lyapti? 1 bo'ladi. Ya'ni mana bu birinchi reaksiya oldidagi suvni koeffitsiyenti 1 ga teng bo'lar ekan. Endi shu joyda mana bir muhim jihatni, bir muhim aniqlikni topib olsak bo'ladi. Bu nima desangiz, qarang, X moddan tarkibida vodorod yo'q. To'g'rimi? Kaliy permanganat oldida ham vodorod yo'q. Mahsulotlarda ham kaliy manganat va mana bu tuz tarkibida ham vodorodlar yo'q. Vodorod faqat suvda bor. Chap tomonda esa kaliy gidroksidning o'zida bor. Boshqa joyda vodorod yo'q. Demak, suvdagi vodorodlar sonidan foydalangan holatda kaliy gidroksidni oldidagi koeffitsiyentni topib olsa bo'ladi. Agar mana bu joyda aniq 1 bo'lsa, o'zlari masala sharti shunday deyapti axir. Demak, kaliy OH oldidagi koeffitsiyent 2 ga teng bo'ladi. Agar 2 qo'ysangiz, mana chap tomonda 2 ta vodorod bo'ladi, o'ng tomonda ham suvning oldidagi 1 koeffitsiyenti bilan hisoblansa, 2 ta vodorod bo'lib, vodorodlar soni tenglashadi. Demak, birinchi reaksiyadagi kaliy gidroksidni oldidagi koeffitsiyent ma'lum bo'ldi, ya'ni B bizda chiqdi javobi. Endi biz buni to'g'rilash qilamizda. Demak, A-B emas, A-2 qilib yozib olsak bo'lar ekan. Oxirgi ma'lumot qolyapti endi. Ikkinchi reaksiyadagi kaliy permanganatni koeffitsiyentiga ikkinchi reaksiyadagi kaliy gidroksidni qo'shadigan bo'lsak, javob 18 bo'lar ekan. Qarang, mana A-2 ga A ni qo'shsangiz, bu ikkalasining yig'indisi
Masala shartda aytyapti. 18 ga teng bo'ladi degan. Mana A-2 plus A teng bo'ladi 18 desak, bu tenglamani yechadigan bo'lsak 2A minus 2 teng 18, 2A teng bo'ladi 20, A qiymati 10 ga teng bo'ladi. Demak, biz ikkinchi reaksiyadagi kaliy gidroks oldidagi koeffitsiyentni ham topishga erishdik, 10 ga teng bo'ladi. Bundan tashqari kaliy permanganat oldiga qo'yiladigan koeffitsiyentni ham topib oldik, 8 bo'lar ekan. Demak, buni oldida o'shanda qo'shganimizda yig'inda haqiqatda 10 bo'ladi. Y, mana bu kaliy manganat, kaliy kislorod Cn, Z modda oldilarida 1 bo'ladi. Bundan tashqari X modda oldida ham 1 bo'ladi. Uchinchi ma'lumotni eslang-da axir. Nima deyatuvdi? O'shani oldida 1 bo'ladi. Unda suvni topib olsak bo'ladimi? Mana bu joyda suvni bemalol topsak bo'ladi, ha. Chunki u kaliy gidroksidni miqdori, koeffitsiyenti nechi bo'lsa, shuni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, shu suv oldidagi koeffitsiyent kelib chiqadi. Ya'ni 5 bo'ladi bu. O'shanda vodorodlar soni teng bo'ladi-da. Tushundingizmi? Endi mana ikkinchi ma'lumotni ishlatsak bo'ladi. Biz hozir mana buni ishlata olmayotgandik-da. Aytayotdi mana. Ikkinchi reaksiyadagi kaliy permanganatni koeffitsiyentidan birinchi reaksiyadagi kaliy permanganat koeffitsiyentini ayirib tashlasak, ya'ni 8 dan mana buni oldidagi koeffitsiyentni ayirib yuborsak, shu teng bo'lar ekan nimaga? Shu teng bo'ladi ikkala reaksiyada hosil bo'lgan suvlarning koeffitsentlari yig'indisiga. Biz hozir ikkala reaksiyada hosil bo'lgan suvlarning koeffitsentlari yig'indisini bilamiz, nechaga tengligini. Mana bu ma'lumotlar asosida topishga erishdik. Shuning uchun keling, hozircha mana Z deb yozib turaylik. Yana bitta noma'lum qilamiz. Mana 8 dan Z ni ayirsangiz, sizda nechaga teng bo'lar ekan? 1 plus 5 ga. Ya'ni 6 ga. Bundan Z teng bo'ladi 2. Demak, birinchi reaksiyadagi kaliy permanganat oldidagi koeffitsient 2 ga teng bo'ladi. Va shu bilan hozircha mana bu ma'lumotlar tugadi. Endi atomlar sonini sanash orqali X moddani nimaligini topishga harakat qilib ko'ramiz. Chunki agar X moddani bilsak, keyin Z moddani ham topib olsak bo'ladi. Bu orqali esa keyin yana Y moddani ham aniqlashga harakat qilib ko'ramiz. Endi sanaymiz, yaxshilab e'tibor bering. Ikkinchi ishimiz mana bu yerga yoziladi. Xo'sh, avvalo kaliylarni sanab ko'raylik. Kaliy permanganat oldidagi kaliy moddasi tarkibidagi kaliy 2 ta bo'ladi. Kaliy OH tarkibidagini qo'shadigan bo'lsak, jami 4 ta bo'ldi. Agar 4 ta bo'ladigan bo'lsa, unda kaliy manganat tarkibidagi kaliylar soni 2 ta, kaliy OCN tarkibida esa 1 ta bo'lib qolyapti. Lekin uni tarkibida kislorodlar bor. Hozirda kaliy manganat oldidagi koeffitsiyentni topishimiz kerak edi, bu narsa yo'q. Bu narsa yo'q, lekin shuni topishga harakat qilib ko'rishimiz kerak. Endi buni qanday uddalaymiz? Marginslarni, aytgancha marginslarni biz tenglashtirmadik-ku axir. Qarang, marginslarni tenglashtirib olishimiz kerak. Z bizda ma'lum bo'ldi-ku, 2 ga teng bo'ldi. Demak, kaliy manganat oldiga ham 2 qo'yishimiz kerak, bo'lmasa marginslar teng bo'lmay qoladi. Hozir mana bu joyda ham xuddi shu ishni qilishimiz kerak. Kaliy manganat oldiga 8 qo'yishimiz kerak. Axir bizga bu ma'lumotlar orasida kaliy manganat haqida hech narsa degani yo'q. Shuning uchun buni oldiga koeffitsiyentlar qo'yishimiz zarur. Unda boshqacha natija kelib chiqadi. Demak, qarang, endi boshqatadan kaliylarni sanaymiz. Kaliy permanganatda 2 ta, kaliy OH da 2 ta qo'shsak 4 ta bo'ladi. Bundan tashqari bu X moddaning tarkibida ham kaliy bor. Esingizda, mana bu birinchi joyda ma'lumot. Kaliyli kislorodsiz tuzlar deganda, tarkibida margins yo'q. Endi o'ng tomondagi kaliylar sonini sanashimiz kerak. Deb 2 ko'paygan 2 4, buni oldida 1 bo'ladi. Biz buni bilib oldik berilgan ma'lumotlardan. Jami 5 ta kaliy. Demak, xulosa X modda tarkibida bitta kaliy bor. X modda tarkibida bitta kaliy bor. Endi qolganlarini topishimiz kerak. Uglerodlar soni ham 1 dona bo'ladi. Chunki bizda boshqa uglerodli mahsulotlar, uglerodli reagentlar yo'q. Demak, shu X moddaning tarkibidan kelgan bu uglerod. Demak, uglerod yozasiz va endi azot ham shundan kelgan bo'ladi. Bitta uglerod, bitta azot bo'ladigan bo'lsa, demak X moddamiz bizda tarkibi kaliy, sionid bo'lgan.
Mana shu X modda kalit sianid hisoblanadi. X modda kalit sianid bo'ladi. Endi ozgina masalani shu joylari ishni murakkablashtirib yuboradi. Endi bejizga yozmishda kelmayapti, lekin agar ozgina mantiqiy mulohaza qilib ko'rilsa, o'ylansa, fikrlansa, topsa bo'ladi. Endi bizga shu koeffitsiyentlar o'yini qilib beryapti-da. Bundan u katta, bundan bu katta, ba'zi bir modlar oldida koeffitsiyentlar teng bo'ladi. Bu shunaqa joylar berilgan. Endi shu ma'lumotlardan foydalanib topib olishimiz kerak. Endi tarkibida kislorod yo'q deganidan endi mana hisoblab oldimda, bitta uglerod bor, bitta azot bor axir, chunki buni oldidagi koeffitsient 1 ga teng. Kaliylar sonini hisoblaganimda bittaga farq kelib chiqdi, demak X modda tarkibida bitta kaliy bor deb oldim. Endi Y moddani topishim kerak. Y moddani topishdan oldin avvalo Z ni bilib olishim kerak bo'ladi. Buni qanday qilib bilsam bo'ladi? Mana bu ma'lumotdan foydalanaman. Z ni molyar massasidan X ni molyar massasini ayiradigan bo'lsam, natija menda 109 bo'ladi. Shu ishni qilishim kerak. Kalit sianidning molyar massasi hozir mana Z nikini mundoq qilib yozamiz. Minus kalit sianidning molyar massasi 39 plus 12 plus 14 65 bo'lar ekan. 65 ni ayirsak, javob 109 ligidan Z ni molyar massasini hisoblab olsak bo'ladi. 109 ga 65 ni qo'shishimiz kerak. 174 bo'lyapti. 174 bo'ladigan bo'lsa, endi eslashimiz kerak. Qaysi o'rta tuz tarkibida kislorod bor buni? Qarang, bizga yordam beryapti-da. Z moddani tarkibida kaliy bor. Bu kislorodli o'rta tuz deyapti. Qaysi tuzni, qaysi kaliyning kislorodli o'rta tuzini molyar massasi 174 edi. Shuni eslashingiz kerak. Endi agar siz milliy sertifikatga jiddiy tayyorgarlik qilgan bo'lsangiz va endi masalalar ko'p ishlagan bo'lsangiz, bu tuzni kaliy sulfat ekanligini bilib olishingiz kerak. Men o'zim, masalan, 174 degan javob chiqqandan birinchi xayolimga kelgan tuz bu kaliy sulfat bo'ldi. Chunki boshqa variantlar yo'q axir. Kaliy karbonat desangiz, u 138 bo'lib qoladi. Shuning uchun kaliy sulfat. Demak, Z moddangiz sizda kaliy sulfat bo'lgan. Mana yozib oling tagiga. Bu modda kaliy sulfat hisoblanadi. Uni oldidagi koeffitsient 1 ga teng, xuddi o'sha mana bu qolgan moddalar singari. Endi Y moddani topishimiz kerak bir amallab, chunki birinchi savol shartida barcha X, Y, Z moddalarini aniqlashimiz kerak va barcha koeffitsiyentlarni aniqlab berishimiz kerak. Koeffitsiyentlarni biz aniqlab berdik nechiga tengligini. Endi muammo shu faqatgina Y ni aniqlashda qoldi xolos. Uni aniqlashda boya X ni aniqlaganimizdek yo'l tutamiz, ya'ni kaliylar sonini sanaymiz. Kaliylar bizda nechta bo'lib ketdi chap tomonda? 8 ta bu kaliy permanganatda, kaliy gidroksidda 10 ta bo'ladi, lekin Y da ham bor. O'shani ham eslab turing, bunda ham kaliy bor. O'ng tomondachi 8 ko'paygan 2 16, 16 ga 1 ni qo'shsangiz 17, 17 ga 2 ni qo'shsangiz kaliy sulfatdagina 19 ta bo'ladi. Bu tomonda hozircha mana bu qismda 18 ta kaliy bo'lyapti. Demak, bu Y moddaning tarkibida bitta dona kaliy bo'lgan. Endi bu kislorodsiz o'rta tuz deyapti. Nima bo'lishi mumkin? Tarkibida aniq uglerod bor. Chunki bizda boshqa uglerodli reagent yo'q axir. Bu tuz qayerdan hosil bo'lgan? Bo'lmasa uglerod, azot qayerdan kelgan? Demak, Y moddaning tarkibida aniq kaliy bor. Mana bu joyga yozaman. Y moddada bir dona kaliy bo'lar ekan. Biz buni hisobladik hozirgina. Bitta azot bor, bitta uglerod bor va endi oltingurt ham kelib qolganligidan, chunki oltingurt beradigan bizda boshqa modda yo'q axir. Kaliy permanganat, kaliy gidroksid tarkibida oltingurt yo'q u. O'shandan demak buni tarkibida oltingurt bor desangiz, o'zi bir tuz xayolingizga kelishi kerak. Bu qaysi tuz bo'ladi? Masala sharti o'qisangiz to'q qizil rangga bo'yaladi temir 3 sulfat bilan degan joyda ham mana ozgina ilmoq bor, topib olishga yordam bor. Bu kaliy radanit bo'ladi. Agar esingizga kelgan bo'lsa, Y moddamiz bu kaliy radanit hisoblanadi. Kaliy, oltingurt, uglerod, N. Mana shunaqa shaklda yoziladi. Tabriklayman barchani, biz birinchi savolga javob berdik. Ya'ni X, Y, Z moddalarini hammasini aniqladik. X moddamiz kaliy sianid, Y moddamiz kaliy radanit,
Z moddamiz kaliy sulfat va barcha koeffitsiyentlarni ham hisoblab berdik berilgan ma'lumotlar asosida. Endi ikkinchi savoliga javob berishga harakat qilib ko'ramiz hozir. Demak, birinchi savoliga javobni belgilab qo'yay. Bir joyga yozib qo'yishimiz kerak. Xullas, mana bunday bo'ladi. Birinchi savoliga javoblar shu yerda. Mana va kaliy radanit bo'ladi. Ketdi. Ana endi keyingi ikkinchi savolga javob berishga harakat qilamiz. Bu endi bizda 3-masalamizni yechimida 3-ishga to'g'ri keladi. Davom ettiramiz. Aytyapti, ikkala reaksiyada ham 0,5 moldan kaliy OCN tarkibli tuz hosil bo'lgan bo'lsa, hisoblab bering bizga kaliy permanganat va kaliy gidroksidlarning massalari qancha bo'lgan deyapti. Hisoblashimiz mumkin. Bemalol topib bersak bo'ladi. Endi buning uchun reaksiyadagi koeffitsiyentlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Birinchi reaksiyada kaliy permanganat 2 mol olingan. Mana yozasiz. 2 ta kaliy permanganat 2 ta kaliy gidroksiddan ta'sirlashmoqda va bizda 1 mol kaliy kislorod sianid deymizmi, nima deymiz endi bu. Mana shunday tarkibli tuz hosil bo'ldi. Koeffitsiyentlarni yozib olyapman xolos hozircha. Endi aytganimizda masala sharti 0,5 mol olindi degan. Agar 0,5 mol olingan bo'lsa, demak kaliy gidroksid bizda 1 mol ketgan birinchi reaksiyaga ko'ra, kaliy permanganat ham 1 mol ketgan bo'ladi. Endi hali bu to'liq kaliy permanganat bilan kaliy gidroksidni mollari emasda, ikkinchi reaksiyada ham bor-ku, o'shalarni ham hisobga olishimiz kerak. Ikkinchi reaksiyadachi nima bo'lyapti? 8 ta kaliy permanganat ta'sirlashyapti 10 ta kaliy gidroksid bilan. Reaksiya natijasida bitta kaliy OCN tuzi hosil bo'lmoqda. Endi bu tuzning moli berilgan, har ikkala reaksiya 0,5 moldan hosil bo'lgan deganda. Shundan hisoblasak, kaliy OH ikkinchi reaksiya uchun 5 mol ketdi. 0,5 ko'paygan 15 bo'ladi. Kaliy permanganat esa 4 mol ketadi. Shunda hozir umumiy jami kaliy permanganatning moli 1 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak 5 mol bo'ladi. 5 mol kaliy permanganatimizni massasini hisoblaydigan bo'lsak 5 ko'paygan 158. 790 gram. Endi 1 ga 5 ni qo'shsangiz kaliy gidroksidning moli kelib chiqadi 6 mol. 6 ni 56 ga ko'paytirsak 336 gram kelib chiqadi. gram ha. Demak, hisoblashlarimiz to'g'riligini bir qator tekshirib ko'ramiz yana bir bor. Demak, 2, 5 ta kaliy, bu yoqda ham 5 ta kaliy. Kislorodlar soni endi shunda 2 ko'paygan 4 8, 8 ga 2 ni qo'shsak 10 bo'ladi. 10 ha, hammasi to'g'ri. 790 gram kaliy permanganat, 336 gram kaliy gidroksid olingan. Bu ikkinchi savoliga javobimiz. Ikkinchi savoliga javob mana bular hisoblanadi. Endi bizda 3-ish ham bor. Temir uch sulfat bilan Y modda stixiometrik nisbatda ta'sirlashadigan bo'lsa, reaksiyaga kirishib, biriga 1,5 nisbatda tuzlar hosil qildi degan. Tuzlarning umumiy massasi 147,3 gram ekan. Va eritma to'q qizil rangga bo'yaldi. Reaksiyaga kirishgan Y va hosil bo'lgan tuzlarning molini aniqlashimiz kerak ekan. Endi buning uchun men joy qolmaganligi sababli tepadagi ba'zi bir yozganlarimni o'chirishga majburman. O'ylaymanki, bemalol videoni pauzaga qo'yib, yuqoridagi bosqichlarni yozib olsangiz bo'ladi. Hisoblashlarimizning 4-ishiga yetib keldik.
Reaksiya tenglamasini yozishimiz kerak edi. Y moddamiz bizda kaliy radonit edi. Mana shu kaliy radonit tuzi bilan temir 3 sulfat ta'sirlashibdi. Masalan, 3-savolni shartiga ko'ra. Natijada bu yerda to'q qizil rangli eritma degani bu temir 3 radonitning hosil bo'lganligidan darak beradi. Bu cho'kma emas lekin. Plus kaliy sulfat hosil bo'ladi. Tenglashtiradigan bo'lsak, bu yerga 2 qo'yishimiz kerak. Kaliy radonit oldiga 6 qo'yasiz, kaliy sulfat oldiga 3 qo'ysak, reaksiyamiz teng bo'ladi. Masalan, sharti shunday deyapti. 1 ga 1,5 nisbatda tuzlar hosil bo'ladi deyapti. O'zi bizda ham shunday, 2 ga 3 degani bu qisqartirsangiz 1 ga 1,5 degani. Endi biz ayni shu berilgan nisbatlar bo'yicha hisob-kitob qilamizda. Demak, massa temir 3 radonit 1 mol. Endi shu nisbatlarni shunda olaverasiz. 1 mol olingan. Buni molyar massasi adashmasam 270 edi. 230 ekan, uzr. 230 gram. Endi 1,5 mol kaliy sulfatni hisoblasak, hozir 1,5 ko'paygan 174. 261 gram kelib chiqyapti. Ikkalasini qo'shishimiz kerak, chunki 1 ga 1,5 qilib to'g'irladik. 491 gram bo'lyapti. 491 gram bo'lganda bizdan nimani so'rayapti? Reaksiyaga kirishgan Y ni degan. Y bu bizda kaliy radonit edi. U 6 mol olingan edi. Mana shu reaksiyaga bo'yicha 491 gram hosil bo'lishida. Endi bunday gapda 491 gramni biz 1 ga 1,5 qilib oldik-ku, ya'ni 2 ga qisqartirib. O'shaning uchun kaliy radonitni 3 mol qilishimiz kerak bu yerda. 6 mol bo'lmaydi. Chunki shuni yarmida axir. 3 mol kaliy radonit bo'ladi deysiz va hosil bo'lgan tuzlarning molini aniqlang deyapti. 1 mol bu bizda temir 3 radonit, 1,5 mol bu kaliy sulfat bo'ladi. Ana endi haqiqiy berilgan massani qo'yib joylashtirasiz. 147,3 gramga qancha Y modda to'g'ri keladi, ya'ni moli. 147,3 ni 3 ga ko'paytirib 491 ga bo'lib olsangiz, javob 0,9 mol bo'ladi. Bu temir 3 radonit 0,3 mol. Kaliy sulfat esa 0,45 mol bo'ladi. Buni yozib ham qo'yamiz. Bu kaliy radonit tuzi, bu temir 3 radonit tuzi, bu kaliy sulfat tuzlari. Tushunarli-a? 3-savolga biz to'liq shaklda javob berdik. 3-savolimizga javob bu. Ana endi so'nggi ish qoldi. Ma'lum miqdordagi kaliy kislorodsi N issiq suv bilan qizdirildi va bunda 30 gram kaliy gidrokarbonat va o'tkir hidli gaz ajralib chiqdi. Hosil bo'lgan o'tkir hidli gazning massasini hisoblab bering degan. Hisoblab beramiz. Bu bizda masalamizni yechimini 5-amaliyotiga to'g'ri keladi va reaksiya tenglamasini yozishimiz kerak. Issiq suv bilan degan, agar reaksiyaga kirishadigan bo'lsa, endi nima bo'ladi? Bizda kaliy gidrokarbonat chiqdi deyapti, masala shartida. Endi o'tkir hidli gaz deyapti. Qarang mana hozir. Yaxshilab o'ylab ko'ramiz. Nima bo'lishi mumkin bu o'tkir hidli gaz? Kaliyli modda yozildi. Tarkibida uglerod saqlayapti. Demak, bu o'tkir hidli gaz endi azot saqlagan modda bo'lishi kerak-da. Nima bo'lishi mumkin? Bu ammiak gazi bo'ladi. Ammiak gazi ajralgan bu yerda. Endi reaksiyani tenglashtirish uchun suvni oldiga 2 qo'yadigan bo'lsak, nazarimda o'zi teng bo'ladi. Buni hisoblab qo'yamiz. 4 ta vodorod bo'lyapti. Bizda ham 4 ta vodorod, 1 ta azot, 3 ta kislorod, hammasi to'g'ri. 30 gram kaliy gidrokarbonat chiqdi degan. Endi shunda hosil bo'lgan o'tkir hidli gazning massasi necha gram?
Demak, kaliy gidrokarbonatning molyar massasi o'zi 100 bo'ladi. 100 gram bo'lganda bizda 17 gram ammiak hosil bo'lyapti. Bizda qancha olingan? 30 gram deyapti. Agar 30 gram olingan bo'lsa, hosil bo'lgan ammiakning massasini hisoblaydigan bo'lsak, javobi kelib chiqadi. 5,1 gram ekan. 5,1 gram. Hop, hisoblashlarimiz to'g'ri, hech qayerda adashmadik. Yana bir marta lekin hisoblab tekshirib ko'ramiz. Har ehtimol xato ketmaganligiga ishonch hosil qilib, yo'q. Xato ketmadi, hammasi to'g'ri. Demak, bu bizda so'nggi o'sha berilayotgan 4-savolga javobimiz mana shu bo'ladi va masalaning tahlili shu bilan yakuniga yetadi. Endi ba'zi bir o'quvchilarim bu masalani ishlashda mana ikkinchi berilgan mana bu ma'lumotdan foydalanmadim, deyarli foydalanmadim deyishdi. Chunki o'sha tarkibida kaliyli kislorodsiz o'rta tuzlar deganidan keyin kaliy, kislorod, uglerod, azot tarkibli tuz hosil bo'lganligidanoq уже men X moddaning nimaligini bilib oldim deb ishlab qo'yganlar ham bo'pti. Endi qo'shilaman, shunday qilsa ham bo'ladi, menimcha ancha osonroq ham bo'ladi, lekin unda agar biz masalada berilgan ma'lumotlarni ishlatmaganligimiz uchun balki ball kamroq berilishi mumkin. Ya'ni shunchaki faraz qilingan holatda taxmin belgilash usuliga o'xshab qoladi-da u. Berilgan ma'lumotlardan foydalanmadi degan ma'no kelib chiqib qolsa, balki ball kam berilib qolishi mumkin. Shu ma'noda sizga hozirgi o'rgatgan yechimni qo'llashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Nima bo'lganda ham, men bundan keyin bilmadim endi qanchalik bunga yaqin masalalar tushishi mumkin. Lekin agar yechgan bo'lsangiz, shu shaklda yechadigan bo'lsangiz, nazarimda ko'proq ball olishingizga imkoniyatlar bo'ladi.